Va shu ishkalat uyimiz Xudo xohlasa sotuvga chiqdi. Farhadskiy bozor Jahon tillarining oldida 2 xona, 2-chi etaj, 2 ga 3 balkon, 1,5 balkon emas, 2 ga 3 balkon, 2-chi etaj, 4 etajga dom. Uyimiz va shu ishkalat. Bu yoqda zal edi, bu yoqda spalnya. Hamma narsasi qoladi, kalsiy natasida beriladi. Bilib kerak hech kim yo'q, hujjatlari joyida. Mana shu planirovkani yaxshi ko'rgan tomoni kirib kelishi. Bu yoqda sanuzel, bu yoqda garderob, oshxonaga alohida xot bo'ladi. Bu yoqda oshxonasi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi sizga yoqadi. Bu 2 ga 3 balkon, kvadrati undan katta. Xonalar ham kengish, etaji ham 2-chi etaj. Farhadskiy bozorida oldida, Jahon tillariga yaqin joyda. G9A 8-dom kartadan ko'rsatiladigan. Narxiga keladigan bo'lsak, 82-83 chiqaradigan uyim edi. 2-chi etaj ishkalat, joy ham ishkalat, uy ham ishkalat, etaj ham ishkalat. Bizga 83, 84, 82, 81, 80 kerak emas. Alloh barakasini bersin, 79 ham kerak emas. Hamma narsasi qoladi, 78 mingga berib yuboraman. Bilasiz kerak hech kim yo'q.